Hammaga saluti, sizlar bilan Gidrajivizmi va men Zarina Ergasheva. Bugun men Pushkinda premyerasiga bormoqchiman, musical stilda va shunga obraz tanlaymiz. Yubkasi o'sha paytlarga to'g'ri keladigan bo'lgani uchun xursand bo'lib ketdim. Shunaqa yubkam borligidan rubashka o'sha paytlarga to'g'ri keladi. Tugmalarini qaranglar. Wow, chiroyliligini. Krujevani chiroyliligini qaranglar. Rubashka bilan yubka to'g'ri kelish o'sha paytga biram o'ndan o'n. Bu yerda Shohruxxonni esladim. Keyin tezroq kiyinishga harakat qilaman, chunki ikkinchi qolman. Va bu yerda bitta detal yetmayapti. Yana dvoykami tepasini kiyim keldi. Menimcha sochlarimga ham baho bersalaring bo'ladi. O'sha paytlarga to'g'ri keladigan qilib stilni qildim sochimni. Poyasimni qattiq tugayotganimga hayron qolmanglar. Taliyam kichkina, shuning ham bu norm. Nafas ola olaman. Menga bu oson, juda ham. Obrazimni qarang. Wow, chiroyli chiqayotganini, o'xshayotganini. Wow. Tepaga nimadir yetmayapti, to'g'rimi qizlar? Hozir ko'ramiz. Da bu Rafaello, lekin tadam, ukrashenialarim. O'ylayapman, to'g'ri keladimi yo'qmi deb o'ylaganimdan keyin bo'pti qolib tursin. Пока что poyasimni o'zgartiraman. Undan ham zo'r stilda qilaman. Girls, look at this. Oyoq kiyimga. Chiroyliligini. Asal, просто шикарно. Keyin o'ylab ko'rdim, tepasi yoqmayapti, olib tashlayman, slishkam ko'm bo'lib ketdi deb. Shuni qoldirdim. Sumka tanlashga kelsak, juda ham qiynaldim. Ikkita sumkalarim orasida va oxiri shu sumkamni tanlashga qaror qildim. Nastroyeniyam zo'r. Rahmat kattakon. Hammani quchoqladim.